Tantarbiya gazetining xabarida Erpan Azim 30 noyabr jazo lageridan qo'yib berilib, asldagi komanda Suning futbol atritiga qaytgan. 2018 fevralda Sharq Turkiston Bo'rtala shahridagi uyiga qishliq dam olishga borganda Xitoy soqchilari tarafidan tutqinlanib, 9 oy turmada yotgandan keyin qo'yib berilgan. Turkiyada muhojiratda yashayotgan bir tuqinining xabar qilishicha, Dunyo futbol jamiyati va Turkiya futbol jamiyati yaqindan yordam berishi va advokat tutib oqlashi bilan qo'yib berilib, Suning futbol komanda atritiga qaytganligi ma'lum. Bu munosabat bilan Erpan Azimning Turkiyadagi urug' tuqqanlari Erpanning qo'yib berilishiga zo'r kuch chiqargan Turkiya futbol jamiyatiga chin dilidan rahmat aytadiganligini bildirdi. Masjidi Haramga kirgan kishining ko'ziga eng oldi bilan haramning o'ttirisida qad ko'tarib turgan Ka'ba chiliqdi. Ka'baga qora rangli ipak yopiq yepilgan. Yopiqning o'ttirisiga 47 metr uzunlikda, 14 metr egizlikda, oltindan hal berilgan 95 cm kenglikda 120 kilogram ko'mish yip bilan Qur'on Karim oyatlari kashlangan. Ka'baning oltin ishigida paqirab turgan husn xatlarning ichida bu xatlarni yozuvchi Abdurahim Amin degan bir jumla so'z Ka'baning ishiga eslib turib, duo qilgan har qanday odamning ko'ziga cheliqadi. Bu dal bir Uyg'ur xattatning ismi edi. Qutatqu belgini arabchaga tarjima qilgan olim Muhammad Qosim Hojimning so'zlab berishicha, Saudiya Arabistonda tonilgan mashhur xattat va naqqosh Abdurahim Amin 1925-yili ona vatanning Qo'g'liq noyisidan bir kishining hamrohligida Saudiya Arabistonga kelib, Madina Munavvar shahrida Darul Aytamda o'qigan. 1938-yili Makkaga kelib yerlashib, bir ustaning yanida tikkichilikni o'rgangan. 1962-yili Saudiya Arabistonda tunji qitim Ka'baning yopiqini to'qish fabrikasi qurilganda, Abdurahim Amin bu fabrikaga mas'ul bo'lgan va Ka'baning har yili yangilanib turadigan yopiqqa oltin yip bilan naqshlab yozilgan oyatlarni o'z qo'li bilan yozgan. 1979-yili Ka'baning hozirgi oltin ishigini tayyorlashda uningdagi husn xatlarni o'z qo'li bilan o'yib chiqqan va o'z nomining Ka'baning oltin ishiga yozilishdan iborat bu cho'ng sharafga nail bo'lgan. Xattab Abdurahim Amin Hojim 1993-yili Saudiya Arabistonning Makka Mukarrama shahrida vafot bo'lgan. ...2018-yili Xitoy kommunistlari Sharq Turkistonda qayta tarbiyalash markazi nomidagi lagerlar tuzumini yo'lga qo'yish orqali Uyg'urlarga qaratgan zulmni mislsiz kuchaytgan bir yil bo'ldi. Xalqarodagi kishilik huquq tashkilot va xalqarodagi nurg'un muhim axborot organlarining xabarlari va kishilik huquq organlarining kuchlik paketi asosida bu yil avgustda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda lager ochganligini jakoladi. Amerika hukumati mo ishonchli ma'lumotlar asosida Sharq Turkistondagi lagerlarda oz deganda 2 million kishining lagerga qamalganligini bildirdi. Buning bilan tarixda kammasga ketdi. yoki Amerikada qayta yuz bermaydi degan shuar bilan tonilgan natsistlar davridagi yig'ilish lageri tuzumining Xitoyda qayta tirildirilganligi jazmlashdi. Xalqarodagi kishilik huquq organlari dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur vaziyatiga ko'ngil bo'ladigan ilm egalari, mutaxassislar turli usullarda bu lagerlarni fosh qildi va Xitoyga bo'lgan noroziligini ifoda qildi. Ondaqda 2019-yilda Uyg'urlar vaziyatida bir o'zgarish yuz beramdi. Avstraliyadagi tashqi siyosat ko'rsatmasi nomli geosiyosiy xavf tadqiqot organining tadqiqotchisi Jonathan Francis mazkur tadqiqot organining tor betida e'lon qilgan 2019-yilga oid oldin mo'lchar Xitoy va Uyg'ur masalasi mavzuliq maqolasida yangi bir yil ichida dunyo davlatlarining Xitoyga nisbatan tor jasusligi, aqliy mulk huquq masalasi, qarziga bo'g'ish diplomatiyasi, strategik ziddiyatlar va savdo urush qatorliq masalalar bo'yicha har taraflama besimning ortib, o'xshamagan saflarda diplomatik besimning ortishi mumkinligini, mana shunday ahvolda har qaysi davlatlarga Uyg'ur masalasi ustida Xitoyga besim qiladigan unumli fursat tug'ilishi mumkinligini bildirgan. Xonvar şirketi muxbirlarining aytishicha, Boti Java Soka Bomi bölgesiga bog'liq Sirna rasmiy yezisida shiddatli yoqqan yomg'ir sababli o'tirg'i chiqqan tuproq ko'chishdan 107 odam yashaydigan bu kentda
30 uyning tuproq ostida qolganligi bildirildi. Bu tuproq ko'chishda 3 kishining yaralanganligi, 15 odamning o'lganligi, 35 odamning loy ostida ekanligi ma'lum. Tepilganlarni qutqizish harakatining davomlashayotganligini aytgan Nuqruxu tuproq ko'chishining ta'siriga uchragan 61 kishini davolash uchun boshqa bo'lgalarga o'tkazganligini bildirdi.